Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli va barakotli bo'lsin de. Bugun hafta kungacha yakshanba 9-mart 2025-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Tekstil oldidan o'zimizning xonadondan hurmatli obunachilar o'ta ham katta gigant, puli yengil yoshlaridan kelgan ona bola qo'ylar. Bo'g'ozni pulida xudo xolasa akalar nihoyatda katta bolali qo'ylarimizga bir pachiga 10 dona bolali, 1 dona bo'g'oz. O'sha soni 11 ta, hammasi ikkinchi bolalari. Bittadan tuqqan, yonida bolalari ikkinchi bolalari. 4 yasharda. Ichida tish keskani 6 yashari yo'q. Hammasi 4 tishda ikkinchi bolalari. Hurmatli obunachilar, qiziqqan shikolatlarga tavsiya qilib qolamiz. 7-ishchilarga bir hafta garantiyasi bor. 10 ta yana bola, bitta bo'g'ozi bor. Xudo xolasa, o'zi zo'rini olaman deganlar, bu bolalarni qaranglar, kattalar. Qo'ylar sakrash boshlayman. Mana qo'y akalar, kecha tug'ildi. Bitta yangi tug'ilgani bor, buni bolasi qo'chqor. 10 ta bolalikdan 4 ta bolasi qo'chqor, 6 ta so'liq bolali. Mana shu katta ham qo'chqorcha, hurmatli obunachilar. Mana bu go'zal ham tikilma ham qo'chqor. 6 ta so'liq, bitta bo'g'oz bor. Mana bu katta bo'g'oz qo'y akalar, mana semiz. Nihoyatda semiz qo'y. Bugun erta tug'adi, xudo xolasa bu ham. Uzog'i 1 hafta. Naqd bo'g'oz, yelin to'ldirgan mashina sheriga bir partiya. Buni so'zimni xonadonda tug'di. 7 ishchilarga bir hafta garantiyasi bo'ldi. 15 kun sinaldi bu qo'ylar, 7 ishchilar 10 kun sinaldi. Bemalol yana sizlar ham bir hafta sinab olaverasizlar. 100% o'zini bolalarni ajratish maqsadida mana ko'ryapsizlar, bo'ynilariga bittasini ipiga ko'ki, bittasinikiga sariq ip qilib, bittasiniki oq ip qilib, alohida ajratib qo'yganmiz. Bittasini oyog'iga baylaganmiz. Buni yangiligiga ajratish olsam bunga lenta qilmagan. Uni ham bola sariqligi uchun bilganimiz uchun lenta qilmagan. Buni bolasi qo'chqorcha. Bu ham ikkinchi tug'ishga tug'di. Hammasi bir xo'ra akalar, to'g'riligida olib tashlangan qo'ylar. Bir oila qo'ylar. Tavsiya qilib qolamiz qiziqqanlarga. Bittadan bolalari olib olindi. Hozir yonlarida bolalari ikkinchi bolalari. Xudo ko'paytiraman deganlarga juda barakali qo'ylar ekan. Yilda 2 marta bola beribdi. Xudo xolasa akalar tavsiya qilib qolamiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqib olasizlar. Mana o'zlari ko'ryapsizlar, go'zallaridan. Ozgina pardadonni o'zim berish kerak. Bitta mana shu kichkina qo'y bor xolos. Bu qo'yaman kelar bo'yi 80 chiqadi, xudo xolasa. Bo'lar 85, 90 ga bormaydi, 85 ga olaverasizlar bo'ylari, 80 plus xudo xolasa hammasini. Qiziqqan holda pastga raqamlarga aloqa chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor albatta. Vodiy bo'ylab mutlaqo bepul tarzda yetkazib beramiz. Xo'p, do'stlar, bular ming gapirib, ming maqtaganimizda eng qizig'i narxida bo'ladi. Mana shuni bolasi, mana yashilib qilib berilgan mana shu bolasi. Ming gapirib, ming maqtaganimizda eng qizig'i narxida bo'ladi. Narxini 6 million, 5 million, 400 dollar, 500 dollarga emas, so'mga xudo xolasa qo'ylar, katta qo'ylar. Bo'g'ozligida ham akalar, hozir aytgan narximda qo'y sotilmagan narxda sotamiz. Bo'g'ozligida bu narxda berilmagan ekan, ozgina pul zarar bo'lib qolib sotilyapti akalar. 4 million 500 ming so'mdan qiziqqan hozir pastga raqamlarga aloqa chiqib olasizlar. Optimiga 4 million 500 dan xayrini qilib beramiz. Aql yetgan akalarimiz kelib bemalol ko'raverasizlar. Bitam tishida yosh kattasi yo'q, hammasi yosh. Muhimi 10 yil bola qo'y boqaman degan bilasizlarimizga opshi mana 11 ta, 10 tasi 45 million bo'lsa 49,5 million mana. 11 tasi 49 million 500 ming so'mga dastakasini vodiy bo'ylab qilib beramiz. Yana telefon qilinglar, o'taydigan xonasi bor. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastaklarimiz bor, albatta kelishilgan holatda vodiy bo'ylab mutlaqo bepul tarzda yetkazib beramiz akalar. Xo'p, bularning ichida tanlab olish nech puldan deganlarga bitta ikkita tanlab olish. To'g'risi, bular o'zi optim kelgan, terib olinsa, uni aniqdan ololmaymiz, o'zimiz ham hatto oson aytish kerak. Bo'lsa olaveramiz lekin. Bundan arzon narxda bo'lsa olaveramiz. Negativchilarga aytib beraylik. Bundan arzon narxda qo'y topib bersalar, ena bola, katta yoshidan olaveramiz. Xo'p, tanlab olishga akalar o'zimiz ajratib bersak, 4 million 300 ming so'mdan boshlab 5,5 million so'mgacha bor buning ichida. Mana shuni 4 million 300 ga beramiz-da. 4 million 300 dan boshlab 5,5 million so'mgacha optimini olgan albatta yutadi. Chunki katta qo'ylar xudo xolasa 2 oy boqib turib, bolalarni sotib olsalar, enalar kapayga pulga qoladi. To'g'risi sotishga kun qolmas buni. Kim sotaman deb olmaydi-yu. Tirikchilikda akalarga telefon qilaveringlar. Xudo xolasa foydalanadiganlarga ham yo'lini qilib beramiz insof bilan. Qolaman degan obunachilarimizga mana 4 million 500 dan yana xayri bor. To'g'risi buni sherik bo'lmadi, bo'ylarni o'lchab tishlarni ochib bergani, keyin pardozon dozini qilganimiz ham yo'q, mo'lali. Junlarni olish kerak, gapni ochig'i. 15 kun 20 kundan keyin junlarni qiyish kerak bo'lsa, olish kerak.
Biz unaqacha o'zini boricha sotiladi. Mana holatda turibdi qo'ylar akalar. Mana bugun erta tug'adi xudo oladi. Nechta tug'sa bitta tug'an, ikkita tug'animi? Mana bola yilini qaranglar. Bolasi bilan olib borib beramiz akalar. 11 tani bola qilib olib beramiz xudo olasa. Bugun tug'ib olishi ham mumkin. Chunki sherigi ham kecha tug'di-da, ani qo'y, 1 kunlik. Akalar, qiziqqanlar pastki raqamli aloqaga chiqarsizlar, 4.300.000 so'mdan tanlab olishga 5.5 million so'mgacha holatga olib kelishamiz. Optimaga 4.5 million so'mdan tishlarini bemalol ko'rib olasizlar. Tishlarini cho'chiydigan joyimiz yo'q. Ichida tish keskani yo'q. Garantiya ikkinchi bolalariga ham bittadan bolalari olinibdi akalar. Bular yaylovda yurgan qo'ylar, xonadonda boqilgan qo'ylar va hurmatli obunachilar. Do'stlar, shunday videolarimiz ham tugadi. Sizlar bilan Abdulloh Husayn Shod, men Abdulloh bo'ldim. 7-ga 1 hafta garantiyasi bor. Manzilimiz yana bir eslatib o'tay, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Tekstilda o'zimizning xonadondan syomka qildik akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.